Voydod! Bu tug'mas kelinni dastidan dod. Ha, tinchlikmi xola? Tinchlik emas. Tinchlik bo'lsa kelarmidim. 9 oy bo'ldi kelin tushirganimga, tug'ib bermaydi. Ha, mana bundoq navara ko'rsam deyman. Hoy, 9 oy o'zi tug'maydi. Eko qildirishim kerak, tushundingmi? Eko. Mana bularni hammasini hisoblab ber. Qani, puli yetadimi yo yo'qmi? Hisobla. Ha, bo'ldi xola, siz o'tirib oling, men hisoblab beraman hozir sizga. 585 sipochkalaringiz bor ekan. Tishingizdan bor ekan xola? Voy, so'g'rib olib keldim, so'g'rib. Shu kelin tug'sa bo'ldi. Eski sovetskiy tillingiz ham bor ekan, 583. Ha, bilding. Bu onamdan qolgan meros. Ana shu merosni ham olib keldim. O'zing ko'rib turibsan-a, tozaligini. Shuni yerga urmasdan, insof bilan vijdona ozgina bir qimmat qilib, yaxshi narx-navosini chiqargin, xo'pmi? Xola, o'zi biz hammaga insof bilan yaxshi hisoblab beramiz. Tillarning qadrini bilamiz. Xo'p, bu yerda ko'rib chiqdim, 585, 850 tish bo'ladi. 850 proba, bu yerda 750 probangiz ekan. Endi buni hammasini hisoblaymiz. Tishingizni 100 grammi 290 ton ekan, buni 1 million 400 mingdan olib qolamiz. Общий 4 million 150 ming bo'lar ekan. 585 probali tillalaringizda 7289, sizga 950 mingdan qilib beramiz, 69 million 300 bo'lar ekan. 750 probalaringizda ham 850 qilib 1 million 250 mingdan hisoblab beraman. 8652 1 million 250 ming. Общий 108 million 200 ming bo'lar ekan. Общий qancha bo'ladi? Sizga hamma tillalaringizga 181 million 650 ming qilib beraman, xola. Ha. A bu pulga boshqa kelin olib bersam ham bo'ladi, to'y qilib. Hazillashdim. O'zimni kelinimdan qo'ymasin. Ha, bo'pti, pulni cho'z. Pulni beramiz. Mana sizga 180 million va 1 million 650 ming. Общий 181 million 650 ming kelishgan pulimiz, xolam. Ishingizni bitiring endi. Rahmat, bolam. Ana. Bag'ri pulni sezadi. Rahmat. Xola, balkim paket berarman. Shart emas, sog' bo'l.